Faqat Cobalt mashinalar uchun sizlar koordinatga kelib $100 bersanglar, sizlarga shuncha narsa bilan qo'shib zachi ham qaytaramiz. Cobalt setini tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda alfa to'qimali ikkita yon va orqa taraflari to'liq materialdan iborat. Koja emas, shu joyiga e'tibor beringlar. Materialdan iboratligi birinchisi, ikkinchisi xuddi shunga padmas bo'ladigan yostiqcha, alfa yostiqchasi, keyin koordinatdan ko'plab sinovlardan o'tib kelayotgan firmenniy balon qoratiradigan, narxi 50 minglar atrofida bo'ladigan Mercy degan осветитель set shuni o'zidan iborat bo'lishi rejalashtirilgan edi, lekin faqat sizlar uchun ichida kuzov uchun alohida, salon uchun alohida bo'ladigan mikrofiber sifatli sochig'ini ham qo'shib yubordik. Narxiga keladigan bo'lsak, $100 shuni olib kelasizlar, sizlarga zachi ham qaytaramiz. Ya'ni umumiy setning narxi atiga 1,150,000 so'm. Bu videoni Cobaltchilarga jo'natib qo'yishingiz kerak. Описаниеda qaysi filiallarimizda bu setni aksiyasi amal qilishini yozib qoldiramiz. Undan tashqari o'rnatib berish ham bepul. Sizlarga shunda juda ham katta skidka bo'lib ketyapti. Foydalanib qolinglar. Kun isyapti-yu, aynan materialli chexollar badanga yoqadigan vaqt kelyapti. Keyingi mashina nima bo'lsin, nima mashinaga set qilaylik, yozib qoldiringlar. Koordinat sifatni qidiruvchilar uchun.